Qaynonamni tili bilan aytganda chakkaga tinmaydigan ota uyda qazi-qarta misnoylarni yemagan, ovqat ko'rmagan, kelinli uyga borib semirib ketgan kelin ekanman deb yozib yuboribdilar bitta podpischkim. Agar sizlar ham shunaqa gaplarni eshitgan bo'lsangiz, yaqinroq o'tiringlar va bu gaplarga umuman e'tibor bermanglar. Shunaqa payt boringlar deb bir qozon go'sht qovurib maza qilib yeylar. Keyin bo'lsa menga o'xshab shunaqa anti stress bo'ladigan ishlarni ham qilinglar. Sizlarga ham o'zimga ham yoqadigan qilib hamma joylarni ko'pirtirib yuvishni boshladim. Stolishnitzamni ham usti pasha qonsa sirpanadigan darajada sipsilliq bo'lib yaltirab qoldi. Orada Pinterest posudalarimni ham chiroyli qilib joylab, bu yoq tomonlarni ham qalbimga o'xshab kristalli qilib yaltiratib qo'ydim. Bu yoqda bo'lsa dushmanlarim qalbiga o'xshagan Qora niyat degan serialni ko'rganman. Endi bo'lsa o'sha sizlarni semiz deyotgan qaynonanglarni jim qilish yo'llarini ko'rsataman. O'zimcha kukla Barbie demayman, lekin menga o'xshab 2 haftada 11, 12, 13 kilo vez tashlamoqchi bo'lsangiz, imенно shu drain effektdan boshlashingiz kerak. Drain effektdan keyin kokteyl ichasizlar yarim soatdan keyin. Undan keyin bo'lsa kollagen ichasizlar. Men sizlarni ichadigan narsalarning orasiga sostaviga обязательно kollagen qo'shishinglarni tavsiya qilaman. Men bu kokteylni vanilligiga просто wow. Vitaminlarni qaranglar qanchalik ko'pligini. Menda 2 xil kollagen bor. Bittasi drain effektga o'xshab suvga tayyorlab ichiladi. Ammo Trinity kollagen bo'lsa xuddi jilega o'xshaydi. Yosh bolaga o'xshab maza qilib so'rib ichib olasizlar. Orqadan qaraganda figuringlar takoy bo'lib turib, betinglarga qaraganda ajin bo'lib yotmasligi uchun обязательно kollagen iching. Birinchi o'rinda drain, keyin kokteyl, keyin bo'lsa kollagen va rezultati shunaqa bo'ladi. Ichinglarni ko'p qizdirmasdan ayta qoling, men bularni hammasini Nargiz opamdan o'rganman. 11 yillik tajribaga ega dietolog va 7 yildan beri inil mahsulotlari bilan shug'ullanadi. Profillarga kirib bemalol otsivlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana degan to'mboqlarni kukla Barbie qilib qo'yganlar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно obuna bo'lib olinglar. Keyingi relsada ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa semizsan deb yurgan qaynonanglarga tashlab qo'yinglar. Shunaqa narsalarni olib bersalar, sizlar ham krassotka bo'lib yurasizlar. Hammalarga xayr.